Nimaga shu kichkina endi voyaga yetgan qizlarni uyga sovchilikka borasizlar, undan bir 40 yashar, 50 yashar ayolni tajribasini, pazandaligini, ozodaligini, saranjom sarishtaligini kutasizlar. Yana o'sha sizni uyingizda xuddi 20 yil yashab qo'ygan odamdek hamma narsani o'zi bilib, hamma narsani joylab, o'zi bilib, ovqatlarni o'zi qilib, hamma narsani taxlab qo'yish kerak-a. Qaynona kelinni tuprog'i bir joydan olinadi. Alloh o'zingizga o'xshagan kelinni uchratib qo'ygan. Qaytar dunyo hali deb yig'lashib bilasizlar-ku, balki sizni qaynonangizga qilganlaringiz sizga qaytar dunyo bo'lib shunaqa kelin uchratgandir. Bilib bilmasdan kelin qilib tushirib olasizlar, 50 yashar, 40 yasharli xotinlarni tajribasini kutasizlar, yosh qizlardan. Siz o'rgatishingiz kerak uyingizdagi qonun qoidani. Erinasizlar, tayyor, o'zi bilib qilsin deysizlar. Unaqa narsa yo'q. Hech kim bilib qilmaydi. Go'daylarni kelin qilyapsizlar. Kichkina 20 yashar, 22 yashar qizlar nechinchi yil? 2004, 2006 yil qizlar go'day hali. Ular bilmaydi. Sizni uyingizda qanaqa shart-sharoitini o'rgatasiz. Uy tutishi, bola boqishi, erga qanaqa siz o'rgatasiz. Siz o'rgatasiz. Bo'lib chiqarmayapsiz-ku. Katta hayotga qo'yib yuborsangiz, o'zi qoqilib, soqilib o'rganardi. Etingizda olib o'tiribsizmi? O'zingiz o'rgatasiz. Qonida bolasi bilan uyga haydavermay, ota-onasini chaqirib sharmanda qilib